Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun mana 2026-yil 10-avgust kuni turibmiz. Mashinamizni avtosurogi kelib qolgan ekan. Avtosurogini almashtiryapmiz. Bitta qadrdon akamiz bor, zo'r akamiz. Narx-navolari ham juda ham qulay. Yonida o'zini mo'ykasi ham bor. Kelib mashinalaringizni ham o'zingiz yuvib olasiz, xohlasangiz pulini beramasangiz o'zi ham yuvib beraveradi. Vulkanizatsiya xizmati ham bor, qarang. Bitta o'zini boshiga shuncha ishni o'zi yuklab olgan. Hamma xizmati bor, ko'rsangiz. Hozir mana adreslarni aytaman. Adresi Shahrixon Asaka yo'nalish. Mana bu yoq Asakadan kelish, mana. Asaka mana Damas 1lar kelyapti. Bu yoq Asakadan kelish. Bu yog'i Shahrixondan kelish. Oqto'li nomer 1 baliqxonasidan Shahrixonga kelishdi. O'tishda ilo chap qo'lda keladi. Bu yog'i Imtez, Qolason Imtezdan 1 kilometr o'tganda. Do'koni mana. Oddiygina do'kon, lekin xizmati juda ham ko'p. Moy almashtirish joyi mana. Mana moyga ikkita mashina yuvadigan joyi bor, kachirlarning 2 xili bor. Agar kuchli napor o'ta kuchlida yuvaman deganlar bo'lsa, bunisida yuvadi. Napor o'rtachada yuvaman desa, bunisida yuvadi. Mana bu yerda mana balon yamash. Yana buni balansirovka ham qilib qo'yadi mana. Balansirovkalar ham qilib qo'yadi. Mana har balo qilaveradi bu akamiz. Shu mashina xizmati bo'lsa, zilmi nima xizmati bo'lsa qilaveradi. Shahrixon Asaka yo'nalishida yuradigan akalarimiz uchun bu videoni qilib qo'yapman. Mana Damaslarda kerak qilib, boshqa qilib, xullas mana shu yo'lga yaqinroq, shu yo'ldan o'tib haligi shu yo'lga yaqinroq xullas akalarimiz uchun, ukalarimiz uchun mana o'zlari arz bergan. Azbek aka, Xormay aka. Charchab qolmayapsizmi aka? 1977-yilda tavallud topgan, ikkita mahalla naridan uylangan akamiz. Farzandlardan 3-4 ta bor. Aka. Nima deysiz? Mijozlar kelishaversinmi, xizmatdamisiz? Ha, xizmatdamiz, xudo xolasa. Xizmat qilishdan erinmaysizmi, charchamaysizmi? Yo'q. Mujrik bola. O'zi yoshligida sal ko'cha bo'lgan, sal. Keyin yana o'zini yo'nalishiga qaytib olgan. Mana avtol almashtirish joyi. Mana shu mashinani avtol filtrlarini almashtiryapti. Aka, narx-navolar haqida nima deysiz Azbek aka? Xolasa yaxshi holatda qilib beramiz. Narx-navolar arzonlashtirilgan holatda aka. Avtolni mo'ykalari bilan avtolni xohlagan turidan bor. Gold akalari mana antifriz, avtol, mana bu gidravlika, nima mashinani nima xizmati bo'lsa, g'ildiraklar yo'q, hamma yo'lgacha xudo xolasa xizmatinglarni qilib beradi. Mujik akam, sog' bo'lsin. Azbek aka. Omadsiz bersin aka, sog' bo'ling aka. Hop. Akalar, ukalar, sog' bo'lasizlar. Azbek akamiz har doim xizmatinglarda. Xudo xolasa kelaverasizlar akalar. Narxlarni qulay qilib beradi. Boringlarga shukr, omon bo'lasizlar akalarim. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Shunday podpisatsiyani bosib, like bosib qo'yinglar. Boringlarga shukr. Omadinglarni bersin barchalarni. Alloh panohida asrasin. Qayda bo'lsangiz ham Alloh panohida asrasin.